Okay. Xo'p, hammaga assalomu alaykum guys. Keyingi video darsimizga xush kelibsizlar. Demak, esinglarda bo'lsa, har safargi video darsimda shu eng oxirgi chiqqan Cambridge testlari, Cambridge 21, Cambridge 20 dan, demak, testlarni yechib ketaman bu yerda. O'tgan safar hop passage 2 ni ishladim mana bu yerda readingdan va o'zingizlar ko'rganingizdek 13 ta topganman. Demak, mana 14 dan boshlab 26 gacha. Hozircha faqatgina bir dona xato qilib qo'yganman va bugun sizlar bilan shu demak mana 14 ta, ya'ni passage 3 yechilmay qolgandi bizda readingda. O'sha passage 3 da demak bizda hop qani mana bu yerda shu passage 3 Cambridge 20 test 1 passage 3 ni bir kalitda yechib ko'ramiz sizlar bilan. Hozir demak bizda demak multiple choice savol turib bor ekan, bizda sentence endings bor ekan mana bu yerda va bizda yes no keyin bor ekan. Va bu savollarga xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda ishlab 14 tadan 14 ta to'g'ri javob topishga harakat qilamiz. Har doimgidek demak mana bu yerda titleda o'qilamiz albatta. How stress affects our judgment. Qanday qilib stress bizda shu judgment, ya'ni biror narsa haqida fikrlashimiz, o'sha biror narsa haqida qaror qabul qilishimizda shunga o'xshagan narsamizga qanday ta'sir qiladi bizga deyapti. Endi qaylar. Endi agar imtihonda bo'ladigan bo'lsa, yoki men test ishlasam, endi miyamda nima bo'lishi haqida, qanaqa bu savol turlariga yondash haqida aytib o'taman sizlarga. Birinchi navbatda qaylar bizda demak multiple choice savol turlari kelyapti. Bu savol turlarining zo'r tarafi shundaki, to'g'ri bular ozgina tushunishga qiyinroq, lekin bularda joyi qayerda berilganligi berilib ketilgan bizga. Ya'ni javobni qayerdan topishimiz bizga aniq berilgan. Misol uchun mana bu yerda first paragraph deyapti, bu yerda aytaylik mana second paragraph deyapti mana bu yerda. Yoki bo'lmasa misol mana bu 4-paragrafda ekan mana bu javobi, 30-savol 7-paragrafda ekan. Ya'ni to'g'ri biz osoncha topa olmaymiz bu narsani, lekin hatto biz qayerdan nima qidirishni bilamiz mana bu yerda, right? Ozgina to'g'ri mana bu yerda bizga narsa kerak, comprehension kerak. Buni shunga qarab qilamiz. Keyin bizda qaylar sentence ending keladi mana bu yerda, sentence ending savol turi. Endi buni lekin qayerda berilganligi bizga to'g'risi noma'lumroq ozgina. Buni birinchi qidirib topa olishimiz kerak ozgina o'sha scanning qilib mana bu yerda. Chunki mana bu yerda qanaqadir yil, qanaqadir odamning nomi, qanaqadir katta so'z bilan yozilgan so'zlar yo'q ekan mana bu yerda katta harf bilan. Shuning uchun buni topish ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin hop bitta narsa bor, bu ko'pincha in order kelishi mumkin mana bu yerda. Katta savollar in order keladi-da bu yerda. Ya'ni 31 savoldan avval hech qachon 35-savol kelib qolmaydi mana bu yerda. Shuning uchun давайте 31 da o'zini o'qib qo'yamiz mana bu yerda. 31-savolimga javob kelgan paytda men demak sekin mana 32, 30, 34lar haqida qayg'urishni boshlasam bo'ladi. Demak 31 da o'qib qo'yamiz mana bu yerda. At times when they were relaxed, ya'ni o'sha firefighter haqida aytib demak mana bu yerda. Ya'ni o't o'chiruvchilar demak qanday ishi yo'q, qanaqadir dam olayotgan paytda deyapti, ular usually nimadir qilar ekan, ular aytaylik, nimadir qilar ekan. Balkim karta o'ynar, balkim bilan shashka o'ynar, balkim nimadir qilar mana bu yerda. Yaxshi. Yes no bilan xuddi shunaqa. Bu ham hammasi in order keladi, ya'ni 30 dan 39 ga kelib qolmaydi. Lekin shuni ham topishimiz kerak. 36 topishimiz kerak bo'lsa albatta. 36 ning javobi birinchi paragrafga. Shuning uchun nima qilamiz? 36 ni, ya'ni savol turida ham birinchi savolni o'qib olamiz ham yerda. 36 ni. The tone of the content we post on social media, right? Tone ham yerda. Biz ijtimoiy tarmoqlarda o'sha publish, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadigan kontentimizda tone, ya'ni o'sha qanday o'sha qilishi tone degan misol uchun uni yaxshimi yomonmi aytaylik, balandlikmi pastlikmi mana bu yerda tends to reflect the nature of the post in our feeds. Aytibdi bizda feed, ya'ni feed deganda o'sha bilsanglar Instagramda yoki YouTube'da yoki masalan Facebook'da yoki TikTok'da bilsanglar o'sha nimani ko'p ko'rsanglar, nimaga qiziqsanglar, o'sha ko'p chiqaradi, to'g'rimi? O'sha yerdagi postlar o'sha postlarni ko'rsatib turadi mana bu yerda. Ya'ni aytaylik, misol uchun siz Instagram yoki Telegram, Instagram yoki TikTok yoki YouTube'da aytaylik siz urush haqida videolar ko'rayotgan bo'lsangiz, demak o'sha biz ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadigan postimizdan o'shanga qarab o'sha atrofida aylanar ekanda. Ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadigan postlarimizdan o'sha bizni feedda, ya'ni o'sha biz uchun for you page chiqadigan postlarga tipi bog'liq ekan mana bu yerda, right? O'sha narsani ko'rsatib turar ekan. Endi qachon yes bo'ladi, rostdan ham biz qo'yadigan material, biz qo'yadigan videolar bizda o'sha bizga rekomendatsiya qilinadigan videolarni anglatib tursa mana bu yerda, right? O'shalarni ko'rsatib turayotgan bo'lsa, false no bo'ladi, yo'q, navorot aytaylik biz umuman boshqa mavzuda post qo'yishimiz mumkin.
va bizga umuman boshqa mavzuda demak videolar rekomendatsiya chiqadi mana bu yerda. Shunaqa bo'lsa no bo'ladi. Not given aka bu biz qo'yadigan postimizni o'sha toni bizga o'sha rekomendatsiya qilinadigan videolarga bog'ligi bormi yo'qmi bu narsani bilmasak demak not given bo'lar ekan. Bu demak men 36 ni yaxshilab tushunib oldim mana bu yerda. 37 38 da bularni o'qib o'tirishim kerak yo'q hozir chunki bularni kelgani yo'q. Kelsa faqat 36 keladi birinchi. Bunda ham mana 32, 33, 34 bular o'qishim kerak yo'qdi. Foydasi yo'q buni o'qishimda. Shuning uchun 31 keladi. Shuning uchun endi давайте men birinchi paragrafdan boshlab endi men qiladigan ish men buni bir marta o'qiyman. Boshdan oxirigacha bir marta tushunib o'qib olamanda, keyin bir ma'mulaga qarab qo'yaman. 27 ga javobim chiqadi. Может 31 ga javob chiqib qolishi mumkindir. Может 36 ga javob chiqib qolishi mumkindir. Shunaqa ko'taraman men. Ketdik. Some of the most important decisions of our lives hayotimizdagi eng muhim qarorlar deyapti ba'zilari occur while we are feeling stressed and anxious. Aytayaptiki, hayotimizdagi eng muhim qarorlarning ba'zilari biz stressdaligimiz yoki biz xavotirdaligimizda sodir bo'ladi. From medical decisions to financial and professional ones, meditsinaga oid, aytaylik, yoki finansiy yoki qanday professional aytaylik qarorlarimiz deyapti. O'shanaqalar deyapman bu yerda. We're all sometimes required to weigh up information under stressful conditions. Ba'zida shunaqa turdagi informatsiyalarni, shunaqa turdagi qarorlarda deyapti. Biz stressful, ya'ni stressga to'la, stress bilan bog'langan mana o'sha holatlarda qabul qilishimizga to'g'ri keladi ba'zida deyapman men. Just a second. Ya'ni stressli vaziyatda turib ham o'shaqa savollarga demak o'sha qarorlarni qabul qilishimizga to'g'ri keladi ba'zida deyapman men. Ups. Mushugim kelib qoldi. Mushugimni ezib olmay tashqi. Yes, right? But do we become better or worse at processing and using information under such circumstances? Ammo deyapti. Biz o'sha stressdaligimizda yoki biz o'sha nima bo'ladi? Anxious, ya'ni o'sha qanday xavotirdaligimizda biz aytaylik informatsiyani o'sha boshqarish, informatsiyani qabul qilishda yaxshilanamizmi yoki yomonlanamizmi deyapti. Endi yana tun o'qiyman bu yerda. In the first paragraph deyapti, birinchi paragrafda the writer introduces the topic of the text. Yozuvchi deyapti tekstimizni o'sha mavzusini bizga beryapti, bizga o'sha taxmin qilyapti. Nima orqali? By defining some commonly used terms. Aytayaptiki, ana bilmadim. Ba'zi commonly used terms. Ba'zi odamlar tomonidan ko'p ishlatiladigan terminlarni qanday definition berib, qanday ko'rsatib nimalar qilib aytaylik introduce qilyapmizda. I guess no. Oxirigacha. Questioning a widely held assumption. Judayam o'sha insonlar tomonidan, judayam ko'p insonlar tomonidan o'sha o'ylanadigan, judayam ko'p insonlar fikrlaydigan qanaqadir assumptionlar, qanaqadir fikrlar, qanaqadir nimasi bo'ladi. To'g'ri bo'lishi mumkin emas, shart emas. Просто qanaqadir fikrlarni so'roqqa tutyapti qanaqadir. Biz shuni qilamizmi yoki yo'qmi degan ma'noda. Okay. Bunda question bor mana bu yerda. Nollik oxirigacha o'qiylik. Mentioning a challenge faced by everyone. Har bitta inson tarafidan o'sha har bitta insonni boshidan o'tadigan challenge, ya'ni qiyinchiliklarni mention, ya'ni o'sha bizga taqdim qilish orqali mana bu yerda aytyapti. Introduce qilayotgan topikda. Menimcha shu bo'lsa kerak, C javob bo'lsa kerak. Specifying a situation which makes us most anxious. Bizda eng ko'p xavotir soladigan yo'q. Bunaqanisi umuman yo'q. Most deyapti. Eng ko'p bizni xavotirga soladigan vaziyatni o'sha aniqlash orqali yo'q, bunaqa bo'lmayapti. D umuman javobga to'g'ri kelmaydi. B da questioning a widely held assumption. No. Assumption emas, mana narsa. Do we become better or worse? Defining some common use. Menimcha C javob menga ko'proq. Chunki C javob aytayapti, hamma tomonidan o'sha hammani boshidan o'tadigan qiyinchilikni aytib ketish orqali bizga bonusli paragraf nima haqida tushuntiryapman bu yerda deyapti. Chunki aytayapti mana bu yerda. Bizda deyapti juda ham muhim qarorlarimiz stressdaligimizda yoki biz o'sha anxious, xavotir olgan paytimizda bo'ladi deyapman bu yerda. Menimcha ham 27 ga javobimiz mana bu yerda C bo'lyapti bu yerda. Yep. Yaxshi. Endi mana bu yerda deyapti. What point does the writer make about firefighters in the second paragraph? Endi ikkinchi paragrafda deyapti,
fire o't o'chiruvchilar haqida nima gap gapiryapti deyapman bu yerda, right? Endi e'tiborli bo'lamiz, chunki o't o'chiruvchilar mana bu yerda ham bor, firefighters, mana bu yerda ham bor. Lekin bu yerda yo'q ekan mana bu yerda. Yes or no kelgan yo'q. Demak, mana bu 31 ga javobim chiqib qolishi mumkin mana bu yerda. Okay? Давайте ikkinchi paragrafni o'qiymiz. My colleague and I, both neuroscientists, ya'ni u ham uni kollegasi, ya'ni o'sha birga ishlaydigan xodim, o'sha o'rtog'i ham deyapti, ikkalasi ham neuroscientist, ya'ni o'sha miya bo'yicha qanaqadir olim ekan demak mana bu yerda. Wanted to investigate how the mind operates under stress. Aytayaptiki, biz ikkalamiz deyapti qanday qilib insonni o'sha aqli deyapti stress ta'sirida qanchalik fikrlashini tekshirmoqchi bo'ldik mana bu yerda. So we visited some local fire stations. Va deyapti biz ba'zi o'sha lokalniy mana bu yerdagi o't o'chiruvchilar binosiga bordik deyapti. Chunki bilasizlar, o't o'chiruvchilarda ular bilmaydi qachon aytaylik kechasi soat 2:30 da yong'in chiqib qolishi mumkin, to'g'rimi? Yoki kechasi yoki kunduz soat obedda yong'in chiqib qolishi mumkin. Hech kim bilmaydi. Aytaylik. Non yeb qanaqadir ovqat yeb o'tirgan paytda yong'in chiqib qolishi mumkin. O'sha zahot tashlab ketish kerak. Ya'ni stress bo'ladi ozgina mana bu. Firefighters work days vary quite a bit. O't o'chiruvchilarda ish kunlari deyapti juda ham bir-biridan juda ham nimasi bo'ladi? Oddiy odamlarga o'xshagan emas deyapti bu yerda. Some are pretty relaxed. Ba'zilari juda ham relaxed, ya'ni qanaqadir nimasi bo'ladi? O'zini bo'sh qo'ygan, misol aytaylik. Mana qarang, mana bu yerda relax degan joy keladi, bordi mana bu 31 da mana. At times when they were relaxed, ular shu spokойный bo'lib dam olayotgan paytlarida ular nima qilar ekan usually? Mana aytayapti. Some are pretty relaxed. They will spend mana ular vaqtini sarflar ekan nimaga? Washing the truck, o'sha truck degani o'sha o'tuvchilar mashinasida o'sha ichida katta suv bor. Mana cleaning the equipment, o'sha ashyolarni tozalar ekan bu yerda, cooking meals and reading. Ovqat qilar ekan va o'qir ekan ekan bu yerda. Other days can be hectic with numerous life-threatening incidents to attend to. Boshqa kunlar o'ta darajada hectic degani o'sha tez, ya'ni qanaqadir sekin emas, qanaqadir tez bo'lib ketishi mumkin ekan, misol uchun. Juda ham ko'p hayotga xavf soladigan qanaqadir xatarlarga borish ham to'g'ri kelishi mumkin ekan deyapman bu yerda. Endi qayla 31 ga mana javobim keldi, qayla. At times when they were relaxed, ya'ni dam olayotgan paytda nima qiladi ular? The firefighters usually either made them feel optimistic. Optimistic bo'ladi, yo'q. Hop, optimistic haqida gap ketmadi mana bu yerda, right? Optimistic haqida yo'q. Took relatively little notice of bad news. Yomon xabarlarda juda ham sezormaydi, yomon xabarlarda juda ham kam farqlaydi, yo'q. No. Little notice, no. Responded to negative and positive information. Negative va pozitiv informatsiyaga bir xil usulda javob beradi, yo'q. Under stress, stressda bo'ladi ular, yo'q. Put them in a stressful vaziyatga solib qo'yadi bu narsa, yo'q. Behaved in a similar manner regardless of the circumstances. Aytaylik, nima sodir bo'lishidan qat'iy nazar, bir xil manner, bir xil manierada, ya'ni bir xil nasib bo'ladi, o'sha xarakterda ular o'zini ko'rsatadi. Thought it more likely that they would experience something bad. Qanaqadir yomon narsa boshdan o'tkazish mumkin haqida o'ylar ekan mana bu yerda. Xo'p, endi bitta narsa qiziq mana bu yerda. Some are pretty relaxed. They will spend their time washing the truck. Bu yerda another truck haqida gap ketmaydi, to'g'rimi? The fire usually made them feel optimistic. Usually took relatively little notice of bad news. No, bad news haqida ham gap yo'q. Okay. Hop, 32 ni o'qib qo'yaychi, balkim 32 kelib qolar. As the researchers noted that, hozir to'g'risi mana bu yerda o'qigan narsamizga to'g'ri kelmadi mana bu narsa. Aytaylik, maybe A bo'lishi mumkin balkim, I don't know. Yoki B bo'lishi mumkin. Qolganini men o'xshamaydi mana bu yerda. No, 32 ni o'qib qo'ydim mana bu yerda. The researchers noted that when the firefighters were stressed, tadqiqotchilar shuni bilibdiki, deyapti. Agar o'sha o't o'chiruvchilar stressga tushib qolsa, ya'ni stressda bo'lib qolsa, deyapti, ular nima qilar ekan mana bu, right? O'qiymiz oxirigacha. They will enter burning homes to rescue trapped residents. Ya'ni aytayapman bu yerda o'sha hayotga xavf soladigan narsalar. Ular deyapti, trapped degani o'sha qamalib qolgan mana bu odamlarni qutqarish uchun yonayotgan uylarga kirishga to'g'ri keladi mana bu yerda
va ular meditsinskiy ham yerda demak shu emergencylarga yordam beradi ham yerda. These ups and downs presented the perfect setting for an experiment of how people's ability to use information changes when they feel under pressure. Va deyapti aynan shu narsa, aynan sbu eksperiment bizga insonlar stressda bo'lsa qanday qilib ular informatsiyani ulashadi yoki qanday informatsiya qabul qiladi, shuning uchun bizga eng yaxshi mana bu case study bo'lib turyapti ham yerda. Yaxshi 32 kali kelgan yo'q bizda. Lekin bizda ham yerda 28 ga javob bor edi ham yerda. Chunki 28 da ikkinchi paragrafda o'qituvchilar haqida nima gapiryapti ham yerda yozuvchi deyapti. Shuni o'qiymiz ham yerda. A. The regular changes of stress levels in their working lives makes them ideal study subjects. Ne deyapti? O'sha o'qituvchilarda o'sha ishlayotgan paytidagi stress levellari, stress darajasi oshishi, ya'ni change degan ham yerda ups and downs, to'g'rimi mana? Bir oshib ketadi, bir tushib ketadi ham yerda. Aytadiki, mas perfect setting for an experiment. Ya'ni eksperiment uchun eng yaxshi ham yerda tanlov deyapti. Bu yerda ham rostdan ham mana study subject o'sha o'qish uchun, o'shalarni o'rganish uchun eng yaxshi ideal ham yerda narsa qilibdi ham yerda. O'sha odamlar sifatida ko'rib deyapti. Menimcha ham yerda javobim A bo'ladi, qaylar? Bo'ldi, A javob yoqdi menga. Chunki yuz-ko'z ham yerda aytayapman men sizlarga. Qo'yani o'qib qo'yamiz. The strategies they use to handle stress are of particular interest to researchers. Aytadiki, o'qituvchilar deyapti, stressni yengish uchun ishlatilgan strategiyalari o'sha tadqiqotchilarga muhim, kerak, o'sha qanaqadir qiziq deyapti ham yerda. Lekin hali ular qanaqa strategiya ishlatishi, stressni yo'qotish uchun nimalar qilish haqida bizga hali gap ketgan yo'q hali umuman. Shuning uchun javob ola olmaymiz ham yerda. Right? Ya'ni bizga informatsiya yo'qda bu narsa haqida. Nima bu narsa not given bizda. The stressful nature of their job is typical of many public service professions. Ularda deyapti, ishlarini qanaqadir stressfulligi deyapti. Ishini qanaqadir shu stressga boyligi, qolgan o'sha publichniy ham yerda professionallar, qolgan o'sha ommaviy professional qanaqadir ishlarda, servislarda ham stress darajasi bilan bir xil deb aytadi. Lekin bu narsa haqida yo'q, bu ham not given, bu narsa informatsiya ketmadi. Their personalities make them especially well suited to work under stress. Ularda shaxsiyati deyapti, ular shaxsiyati shunaqa stressda ishlaydigan, ishlash uchun juda ham yaxshi shunaqa stressda ishlash uchun juda ham yaxshi tuzilgan, juda ham yaxshi bir-biriga mos keladi ularda personality, shaxsiyat deyapti. Lekin bu yerda shaxsiyat haqida gap ketgan yo'q, to'g'rimi? Shaxsiyat deganda o'sha ularda qanaqadir narsaga reaksiya bildirish yoki nimadir shaxsiy qanaqadir bilmadim, o'sha optimizm ular, pessimizm qanaqadir fikrlar qanaqa bular narsa haqida gap ketgan yo'q bizda, to'g'rimi? Shuning uchun mana bu yerda umuman to'g'ri kelmas ekan bu yerda. Demak, ijob bo'lar ekan bu yerda, okay? Oyat 29 endi 29 da 4-chi paragraf haqida gap ketyapti. Demak, 3-chi paragrafda men informatsiya ola olmas ekanman bu yerda. Okay. O'qib qo'ychi mayli. We found that perceived threat acted as a trigger for a stress reaction that made the task of processing information easier for the firefighters. Aytadiki, deyapti, o't o'chiruvchilar uchun informatsiyani qabul qilish taski, ya'ni o'sha shartini osonlashtiribdi. Nima deyapti? Hop, perceived threat. Ya'ni o'sha qabul qilinayotgan yerda threat yana bilamiz, qo'rquv yoki bo'lmasa qanaqadir tahdid deyapti. Ulardagi stress reaksiyani trigger degani o'sha boshlab yubormoq, qo'zg'atib yubormoq degani. Ya'ni nimadir qanaqadir stressful narsa bo'lsa, qanaqadir xavf-xatar yoki qanaqadir xatarli narsa bo'ladigan bo'lsa, u narsa ularda stressga bo'lgan reaksiyasini qo'zg'atib yuborar ekan demak. But only as long as it conveyed bad news. Ammo qachonki u yomon xabar bersa deyapti, qachonki o'sha nima so'radi, o'sha tahdid, qachonki mana stress, ya'ni tahdid qanadir yomon narsa, qachonki bu yomon xabar bo'lib chiqadigan bo'lsa, ularda nima bo'ladi? Informatsiyani olishi osonlashar ekan mana bu yerda, right? Osonlashib ketar ekan. Okay, so the researchers noted that when the firefighters were stressed, ular stressda bo'ladigan bo'lsa deyapti, informatsiyani proses qilish osonroq bo'lar ekan mana bu yerda. Hop, made them feel optimistic. They took relative note of bad news. They responded to negative news. They put them in the stress. They behaved in a similar manner regardless of the circumstance. They thought it more likely that they would experience something bad. Okay.
33 aytayaptiki, agar o't o'chiruvchilarga yaxshi xabar aytilsa deyapti, yaxshi xabar aytilsa, ular doim nimadir qilibdi, misol uchun, right? Qayli, 31 bilan 32 ga ham qanaqadir ishonchim komil emas mana bu yerda. To'g'ri, qanaqadir random tanlab qo'ysam bo'ladi, lekin ishonchim 100% komil emas, shunchalik javob berganim yo'q shuning uchun, okay? Endi mayli, ketdik. 4-paragrafga o'tdik. 4-paragrafda demak, mana bu 29 javobini keladi mana bu yerda, right? Aytayapti 4-paragrafda yozuvchi nima qilyapti mana bu yerda, okay? Yaxshi o'qib tushunamiz mana bu yerda. Alright. This is how we arrived at the results. Aytayaptiki, shunday qilib biz mana bunaqa danchalarga yetib keldik deyapti. We asked the firefighters, aytayapti mana biz o't o'chiruvchilardan deyapti, to estimate their likelihood, ularning shansini deyapti, of experiencing 4 different adverse events in their life. Aytayaptiki, biz o't o'chiruvchilardan deyapti, hayot davomida 40 ta qanaqadir turlicha adverse, ya'ni turli xil qanaqadir nima desa bo'ladi? Yomonroq deganda, qanaqadir yomon, qanaqadir xavfli eventlar, ya'ni qanaqadir hodisalarda o'sha boshdan kechirishini shansi, ya'ni imkoniyatini so'radik deyapman men, right? Ya'ni taxmin qilib ko'ring deb so'rab ko'rdik. Misol uchun u o'sha yomon hodisalardan bo'lishi mumkin, aytaylik, qanaqadir accident, qanaqadir o'sha yo'l hodisasiga tushib qolish yoki become a victim of card fraud, qanaqadir qanaqadir kartaga aylanib qolish, misol uchun aytaylik. Keyin deyapti, we then gave them either good news, aytayapti. Keyin deyapti, ularga yo yaxshi xabar berdik. Aytayaptiki, ularni misol uchun ular o'ylagandan ham ko'ra bunaqa eventda, bunaqa hodisaga tushib qolish ehtimolli kam bo'lish haqida yaxshi xabar berdik yoki yomon xabar berdik, чтобы ular o'ylagandan ham ko'ra bu yomon hodisalarga tushib qolish ehtimolli ko'proq deb. Va debdi, and ask them to provide new estimates. Va undan keyin bizga yangi qanaqadir taxminlar berishni so'radik deyapman men. Okay, ya'ni qanaqadir ular nimasi bo'ladi? O'sha tadqiqot uchun nimadir qilyapti, mana bratimiz, mana bu qiz. Explaining their findings, 4-paragrafda nima qilyapti? Ular topgan narsasi next yo'q. Hali ular qanday narsa topgan yo'q-da hali. Javob aytyapti, o'sha nimadir qildida, undan chiqqan javoblarni qanaqadir tushuntiryapti bizga. Yo'q, hali explain qiladigan narsa yo'q bizda. Justifying their approach, ularni o'sha qilgan yo'lini qanaqadir oqlayapti mana bu yerda, nimadirlar bilan. Justify, yo'q, qanaqadir oqlab, qanaqadir biz mana bu narsa qildik, chunki mana bu narsa bo'lgani uchun deb, yo'q, oqlagani yo'q. Setting out their objectives, ular obyektivlari, o'sha narsa bo'ladi. Maqsadlarini mana bu yerda aytib olyapti mana bu yerda. Describing their methodology, o'zini metodologiyasi, ya'ni qilayotgan usulini narsa bo'ladi, tasvirlayapti mana bu yerda. Xo'p, C brandi juda ham yaqin ekan mana bu yerda. Set out their objectives, describe their methodology. Endi mana bu objective deganda, lekin o'ylamanglar, bu narsa qanaqadir narsa bo'ladi. Xo'p, qanaqadir yomon narsa deb o'ylamanglar mana bu yerda. Object degani o'zi qarama-qarshi degani. Objectives degani mana bu yerda. Objective. It's like aytayapti mana bu yerda. Not influenced by personal feelings or opinions in concerning and facts. Ya'ni obyektivda, mana subyektiv emas, obyektiv mana bu yerda. Subyektiv bo'lsa o'zining shaxsiy fikrlari. Obyektiv bo'lsa shaxsiy fikrlarga qaramagan holda umumiy faktlarga ma'noda, right? Set out their objectives. Ularda xo'p, lekin mana bu yerda ularning fikrini so'rayapti, to'g'rimi? Yani subyektiv, ama o'zlarining fikrini so'rayotganligi uchun mana bu yerda obyektiv deya olmaysiz mana bu yerda, right? Obyektiv deya olmaysiz mana bu yerda. Chunki bu naborot subyektiv, mana bu yerda o't o'chiruvchilarning o'zining fikrini so'rayapti, shuning uchun mana bu narsani biz obyektiv deya olmaymiz, to'g'risi. Shuning uchun menimcha ham mana bu yerda to'g'ri javobim D bo'lsa kerak. Metodologiyasini mana bu yerda tasvirlab beryapti, nimaga unaqaligini. Okay, oxirigacha o'qidik. Xo'p, 30 endi 7-paragraf deyapti. Bo'ldi, 30 ga qarab qaramayman mana bu yerda. Okay. Endi aytayapti mana bu yerda. People are normally quite optimistic. Aytayapti. Odamlar umuman olib qaraganda optimist deyapti mana bu yerda. They will ignore bad news and embrace the good. Ular yomon xabarni ignore qiladi va yaxshi xabarni, demak, qo'llab-quvvatlaydi mana bu yerda. This is what happened when the firefighters were relaxed. Va qarang mana. Endi mana relax degan endi keladi. Ko'rasizlar mana 31 ga hali relax degan so'z mana bu yerga kelganda, relax degan so'z kelganda, lekin buni men bilmagandim, misol uchun aytaylik. Ya'ni shu javob shu yerda kelgan bo'lsa kerak deb qarasam topolmadim mana bu narsani javobimni, right? Ya'ni javob topolmadim mana bu yerda. Endi mana bu yerda keladi mana bu 31 ga javobim. Aytayaptiki, deyapti, this is what happened when the firefighters relaxed. Aytayaptiki, o't o'chiruvchilar demak
просто tak stressda bo'lmasa, просто chill, qanaqadir dam olayotgan paytda deyapti, ular yomon xabarni ignore qilar ekanda, yaxshi xabarni o'sha katta e'tibor bilan qaratar ekan bu yerda. Yaxshi, endi mana aytyapti. So when at times when they were relaxed, the firefighters usually made them feel optimistic. Avvamida took relatively little notice of bad news. Mana endi bejob bo'ladi 31 ga. Ya'ni ops bejob, ular yomon xabarni deyarli bu yerda qaramadi bu yerga, qaramay qo'yadi bu yerda, okay? Bo'ldi, mana bejob ketdi bu yerda. Bejob polish ketdi bizdan. Buni bemalol sariq qilib qo'ysam bo'ladi. Yep. Endi ular stress bo'lgan paytda deyapman, right? But when they were under stress, ammo ular stressda bo'lgan paytda deyapti, a different pattern emerged. Endi boshqacharoq narsa sodir bo'ldi bu yerda. Shunaqa condition, shunaqa vaziyatlarda deyapti, ya'ni stress bo'lgan vaziyatda they became hyper vigilant to bad news, even when it had nothing to do with their job. Hyper vigilant degani o'ta ham katta darajada o'sha narsaga nima deyapti? Qanaqadir berilib ketdi deyapti bu yerda, right? Ya'ni yomon xabariga o'ta darajada katta ehtimol bilan katta o'sha attention e'tibor bilan qaratdi bu yerda. Hattoki u yomon xabar ularning ishi bilan bog'liq bo'lmasa ham. Misol uchun, learning that likelihood of card fraud was higher than they thought and altered their beliefs va deyapti. Ular natijada o'zini fikrlarini ham o'zgartiryapti mana bu narsani ko'rib. Okay? Xo'p, ya'ni ular stressda bo'lgan paytida yomon xabarni qanaqadir ko'proq ular o'ziga qabul qilar ekan mana bu yerda. Hop, made them feel optimistic qabul o'zlari his qilibdi, yo'q. Bejob ketdi bizda. Responded to positive information. Negativga ham pozitivga ham bir xil usulda javob qaytaribdi, yo'q. When bejob bo'lmaydi. When the firefighters were stressed, they were feeling under stress. Ular stressdagi paytda ular stressda bo'ldi, yo'q, ijob bo'lmaydi. Yo'q, ijob ham bo'lmaydi umuman, ular stressga solib qo'ydi. They behaved in a similar manner regardless of circumstances. Nima bo'lishidan ular bir xil o'sha harakat qildi. They thought it more likely that they would experience something bad. Nimadir qanaqadir yomon narsa boshdan kechirish haqida o'ylabdi bu yerda. Yo'q. Yo shunaqami ekan bu yerda? They put them in a stressful situation. Noted that when the firefighters were stressed, they thought it more likely that they would experience something bad. Ya'ni ular o'ylagandan ham ko'ra, mana card fraudga ushlash ehtimolligi katta. Ya'ni rostdan ham ular o'sha nimalar yomon narsa sodir qilish ehtimolligi ko'payib ketdi. Demak, rostdan ham 32 ga G bo'lyapti men javob, right? Endi ular o'ylayaptiki, что ular yomon narsa sodir bo'ladi ular hayotda deb o'ylayapti-da. Men bu yerda ham aytayapti, men bu yerda likelihood, ya'ni shansi deyapti, card fraud o'shash shansi deyapti. O'zlari o'ylagandan ham ko'ra ko'proq katta bo'lib chiqishi mumkin, xayr bo'lib chiqishi mumkin deyapti men, right? Da 32 bo'ldi shunaqa. Ularga yaxshiga xabar aytilganda deyapti, ular xabarda nima qilibdi? In contrast, ammo deyapti, stress didn't change how they responded to good news. Ular yaxshi xabarlarga qanday javob berayotgan paytida stress o'zgarmabdi. Such as learning that the likelihood of card fraud was lower than they thought. Stress didn't change how they responded to good news. Qanday qilib ular yaxshi xabarga javob berishi demak stress o'zgartirmabdi mana bu yerda. They always demak hop, demak G ham mana bu yerda chiqib ketdi. G javob ham chiqib ketdi mana bu yerda. X qilamiz. Hop. They made them feel optimistic. They always made them feel optimistic. No. They responded to negative and positive information. No. Bir xil javob qaytarmadi. They were feeling under stress. They put them in a stressful situation. They behaved in a similar manner regardless of circumstances. Yes, mana nima bo'lishidan qat'iy nazar, circumstance nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular bir xil mana bu yerda nimasi bo'ladi? Didn't change deyapti-yu, o'zgartirmadi. Bu degani similar manner, ya'ni xuddi shunaqa manierada, xuddi shunaqa uslubda ular javob berdi deyapti. Ya'ni bu yerda didn't change deyapti, o'zgartirmadi bu narsani. Bu yerda behaved similar deyapti mana bu yerda. Umuman o'zgartirmadi mana bu yerda. Hali shuning uchun 33 ga javobim F bo'lsa kerak mana bu yerda. F deb belgilayman-da, men endi o'chirib qo'yaman buni. Yes. Yep.
34 deyapti. Students cortisol levels, bolalarda kortizol darajasi ham yerda va ularda yurak urish rate were affected when the researchers ta'sir bo'libdi, nimadir bo'lib, qachonki tadqiqotchilar nimadir qilganda ham yerda. Okay. Hop, 7-paragrafga hali kelmay to'g'rimi? 7-paragraf. Hop, bu 1 2 3 4 5. 5-paragraf o'qidik. Demak, mana bu joydan boshlanadi bizdagi, demak, 30 javobi va 30-javob mana yerdan keladi. Okay. Back in our lab, laboratoriyamizda deyapti. We observed the same pattern in students who were told, students deyapti. Biz xuddi shu narsani studentlarda ham kuzatdik deyapti. Who were told they had to give a surprise public speech, which would be judged by a panel, recorded and posted online. Aytayaptiki deyapti. Bu o'quvchilarga hop qanaqadir omma oldida qanaqadir gapirishni aytgan paytimiz va u gapirgan gaplari o'sha panelda rekord qilinishi, uni misol uchun odamlar tomonidan muhokama qilinishi va onlayn qanaqadir internetga chiqarib yuborish ularga aytganimizda ular ham xuddi shunaqa stressga tushib qolibdi mana bu yerda deyapti. Sure enough, their cortisol levels spiked. Ularda kortizol bosqichi ko'tarildi. Spike degani haligi uchli bo'lib ko'tarilib ketdi mana bu yerda. Their heart rates went up. Ularda yurak urishi demak oshibdi mana bu yerda yana ham ko'p. And they suddenly became better at processing unrelated. Va deyapti, ular qanaqadir o'zidan o'zi mana bu yerda disease, kasallik yoki qanaqadir violent, nimasi bo'ladi shu o'shaqa behaviorni haqida informatsiyani umuman ularga ta'sir qilmagan bo'lsa, umuman ularga aloqasi bo'lmasa ham, ularda process, ya'ni ularda shu qabul qilib, ular haqida fikrlashi oshibdi mana bu yerda. Right? Ya'ni ular yaxshilanadi mana bu yerda. Hop. Students' cortisol levels and heart rates were affected when the researchers put them in a stressful situation. Qachonki tadqiqotchilar nima qilganda ularni optimistik his qildirgandami yo'q, ularni bir xil joy berganami yo'q, ularda stress yo'q. Menimcha faqat men i to'g'ri kelyapti mana bu yerda, right? I javob to'g'ri bo'ladi mana bu yerda. Ya'ni ularda stressful situation hisob qo'ydi, ya'ni ularda shu hamma oldida chiqish qilib turib, hamma oldida gapirasan deb qo'ygan paytda ularda kortizol darajasi oshib ketgan mana bu yerda. Ikkala eksperimentda ham negative information was processed better when the subjects. Ikkala eksperimentda ham deyapti. Negativ informatsiya ko'proq, yaxshiroq qabul qilinibdi. Qachonki mana bu o'sha tadqiqotdagi demak mana bu odamlar deyapti, o'sha bolalar deyapti, nima bo'lganda. Endi mana bu paragrafdan ko'ramiz. Mana bu paragrafdan demak ikkita savolga javob topish mumkin ekan. When we experience stressful events, biz stressga bog'liq, stressli qanaqadir hodisani boshdan o'tkazsak deyapti, a physiological change is triggered that causes us to take in warnings and focus on what might go wrong. Aytayaptiki, bizda fiziologik mana tanamizda nima noto'g'ri sodir bo'lishi mumkin, aytaylik. Nimani noto'g'ri aytib qo'yishi mumkin, nima noto'g'ri harakat qilib qo'yishi mumkin degan qanaqadir biz tanamizda fiziologik o'sha jismoniy qanaqadir o'zgarishlar kuzatilar ekan bizda, right? Brain imaging reveals that this switch, o'sha miyamizdagi rasmlar deyapti, ko'rsatar ekanki, bu o'zgarish deyapti is related to a sudden boost in a neural signal important for learning. Aytayaptiki, bu o'zgarish deyapti o'sha nimadir narsani o'rganish bilan bog'liq bo'lgan neurologik signaldagi o'sha sразу mana bu yerda boost, ya'ni o'sib ketish orqali sodir bo'lar ekan bu yerda. Specifically in response to unexpected warning signs such as faces experiencing fear. O'sha qo'rquvni aytaylik tasvirlayotgan yuzlarga o'xshab qanaqadir biz kutmagan narsa bo'ladi. O'sha warning signs o'xshab qolishi mumkin ekan mana bu yerda, right? In both experiments, negative information. Endi negativ informatsiya ko'proq. Negativ informatsiya, lekin negativ informatsiya haqida gap ketmadi, chunki 35 ga olmay turamiz hali javobimiz, lekin 7 ga keldi ham yerda. In the 7th paragraph, the writer describes a mechanism in the brain. Aytayaptiki, 7-paragrafda yozuvchi miyamizdagi mexanizm tasvirlayapti. Qaysiki nima qiladi u? Ya'ni u nima qiladi o'zi? Right?
Brain imaging reveals that this switch is related to a sudden boost in a neural signal important for learning, specifically in response to unexpected signs such as faces expressing fear. Which enables people to respond more quickly to stress. Odamlarga deyapti, stressli vaziyatlarga tezroq javob berishni ko'tarar ekan bu yerda. Menimcha 30 emas. Results in increased ability to control our levels of anxiety. Bizda deyapti o'sha anxiety degani o'sha xavotir darajamizni boshqara olishimizga deyapti, qobiliyatimizni oshiradi deyapman bu yerda. No. Produces heightened sensitivity to indications of external threats. O'sha tashqi threat degani tahdid degani tashqi tahdidlarni indikatsiyalariga mana bu yerda. Demak, o'sha sensitivity degani o'sha sezgilikni oshiradi deyapman bu yerda. Brain image reveals that this switch, sudden boost in neural signal, sensitivity, important for learning, especially in response to which is activated when there is a need to communicate a sense of danger. Qanaqadir danger, ya'ni qanaqadir xavf-xatar bo'lsa, o'sha muloqot qilish shart bo'lgan qanaqadir mexanizm ekan bu, yo'q. Qanaqadir muloqot qilish sharti yo'q mana bu yerda. So just face take in warnings. Physiological changes trigger that cause us to take in warnings and focus on what might go wrong. Noto'g'ri. Produces heightened sensitivity to indications of external threats, right? What might go wrong, to take in warnings. This switch is related to sudden boost. Enables people to respond degan haqida gap ketayo'q mana bu yerda, right? Respond haqida gap ketayo'q. Results in increased ability to control qilish, ko'tarish yo'q. Menimcha MC bo'lsa kerak mana bu yerda. Tashqi tahdid deganda o'sha nima noto'g'ri ketishi, nimalar noto'g'ri gapirib qo'yish, shunga o'xshagan deb mana bu yerda mexanizm deyapti. MC bo'lishi mumkin. Okay. Right? Yaxshi. 8-paragrafga keldik. Endi mana bu yerda yes or no keyin boshlasa kerak mana bu yerda. Phones have greater impact on our stress levels than other electronic devices. Aytdiki, telefonlar deyapti, boshqa elektronik qurilmalardan ko'ra deyapti, bizda stress darajamizga impact, ya'ni bosimi kattaroq deyapti, ta'sir kattaroq deyapti. Okay? Давайте. Such neural engineering could have helped prehistoric humans to survive. Bu deyapti, o'sha tarixdan avvalgi, ya'ni eng qadimgi odamlarda yashab qolishiga yordam bergan bo'lishi mumkin deyapti. When our ancestors found themselves surrounded by hunger, almost aytayaptiki deyapti, bizda ajdodlarimiz o'zi deyapti o'sha atrofini och hayvonlar qurshab olganda deyapti, they would have benefited from an increased ability to learn about hazards. Ular deyapti o'sha hazard degani o'sha zararli moddalar, zararli narsalar haqida o'rganish qobiliyati oshganligidan ko'proq ular foyda olardi deb aytadi. In a safe environment, however, ammo safe, ya'ni nimasi bo'ladi? Xavfsiz muhitda deyapti, it would have been wasteful to be on high alert constantly. Agar atrofingizda qanaqadir xavf-xatar bo'lmasa, nimadir sizga tahdid qilmayotgan bo'lsa, e'tiboringiz qanaqadir high alert degani o'sha e'tiborda bo'lish, qanaqadir biror narsa haqida diqqatingiz, e'tiboringiz jamlash, qanaqadir nimasi bo'ladi. O'sha qanaqasi turish, qanaqadir vaqtni isrof qilish bo'lib qolar ekan bu yerda. So deyapti, shuning uchun a neural switch that automatically increase or decrease our ability to process warnings in response to changes in environment could have been useful. Aytadiki, miyamizdagi atrof muhitimizdagi o'sha o'zgarishlar, ya'ni atrof muhitimizda aytaylik, bilmadim, xavf-xatar tug'ilishi mumkin, yoki atrof muhitimizda hamma narsa zo'r bo'lishi mumkin. O'sha o'zgarishlarga qarab miyamizdagi neyronal mana bu yerda o'chib yonish bizga foydaliroq bo'lishi mumkin deb mana bu yerda. Could have been useful. In fact, deyapti, people with clinical depression and anxiety deyapti, o'sha klinik mana bu yerda depressiya yoki o'sha qo'rquv aytaylik yoki anxiety bor odamlar deyapti, seem unable to switch away from a state in which they absorb all the negative messages around them.
o'sha nima bo'ladi, depressiyada yoki bo'lmasam tashvishda bo'lgan odamlar deyapti, ularni qurshab bo'lgan negativ xabarlarda qochib ketishda qanaqadir eplolmasa kerak deyapman bu yerda. Вообще bilmadim nima haqida gap ketyapti, tushunmayapman bu yerda to'g'risi. Chunki men social media haqida gapim ketgan yo'q bu yerda. Okay? It's also important to realize that stress travels rapidly from one person to another. Aytayaptiki, stress deyapti bir insondan boshqa insonga juda ham tez o'tadi. If a coworker, agar deyapti o'sha coworkeringiz stress bo'lgan bo'lsa deyapti, biz ham deyapti o'sha qanaqadir o'zimiz ham stressga tushib qolishimiz ehtimoli katta deyapti bu yerda. We don't even need to be in the same room with someone for the emotional influence. Biz deyapti o'sha stressda odam yoki o'sha stress depressiyadagi odam bilan ularning emosiyasi bizga ta'sir qilishi uchun bitta xonada bo'lishimiz shart emas deyapti. Ya'ni bitta xonada bo'lishimiz kerak emas, ularni basharasini, ular yuzini ko'rishimiz shart emas. Biz ham stressga tushib qolishimiz mumkin. So let's show that aytadiki o'sha ko'rsatadiki deyapti, if we observe positive feeds on mana agar deyapti biz ijtimoiy tarmoqlarda pozitivniy qanaqadir kontent ko'rsak deyapti, misol uchun aytaylik o'sha pushti aytaylik zakat, misol uchun we are more likely to post uplifting messages ourselves. Agar biz ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir inson ruhini ko'taradigan qanaqadir yaxshiroq kontent ko'rsak, biz o'zimiz ham inson uplifting degani inson ruhini ko'taradigan, insonga o'sha zavq beradigan xabarlarni post qilishga nasib bo'ladi. Biz ham tendensiyamiz bo'ladi deb aytadi. The tone of the content we post on social media tends to reflect the nature of the post in our feeds. Yes, bunga endi 100% to'g'ri bo'ladi. Yes, rostdan ham biz o'sha biz ko'radigan postlarimizni nimaligini anglatib turadi. Biz post qiladigan narsamiz. Yes. Telefonlar deyapti, boshqa qurilmalardan ko'ra stressimizga juda ham katta impact bor. Yes bo'ladi, rostdan telefonlar. No bo'ladi, yo'q, telefon emas, boshqa aytaylik kompyuterlar bo'lsa. If we observe negative, agar biz negativ postlarni ko'radigan bo'lsak deyapti, such as complaints about long queue at the coffee shop, o'sha kofe do'konidagi uzun qanaqadir probka haqida, we will in turn create more. Biz ham deyapti negativ post qilishga harakat qilamiz. Okay? In some ways, many of us now live as if we are in danger. Ba'zi holatlarda deyapti, ko'pchiligimiz deyapti, xuddiki biz xatar ichida bo'lganday yashaymiz deyapti bu yerda. Constantly ready to tackle demanding emails and text messages and respond to news alerts and comments on social media. O'sha emaillarga yoki xabarlarga javob yozishimiz, yangiliklarni ko'rishimiz ham bu yerda yoki ijtimoiy tarmoqlarda komment yozishga harakat qilamiz. Repeatedly checking your phone. Aytayapti deyapti. Amerika psixologiya assotsiatsiyasi tomonidan qilingan pollga ko'ra deyapti, telefoningizni qayta-qayta tekshiraverish deyapti, bu stressga bog'liq ekan bu yerda. In other words, boshqa so'zlar aytganda, a pre-programmed physiological reaction which evolution has equipped us with to help us avoid famished predators is now being triggered by an online post. Aytayaptiki deyapti, o'sha famished degan so'z zo'r so'z ekan bu yerda, просто qilib qo'yayotgan nima deganini. Extremely hungry, o'tda ham aytayaptiki deyapti, o'tda ham qorni och, yirtqich hayvonlardan qochish uchun bizni evolyutsiyamiz bizga yordam bergan o'sha fiziologik bu yerda reaksiya deyapman bu yerda. Просто online post orqali yuzaga chiqyapman bu yerda. Social media posting according to one study, bitta o'sha xabarga ko'ra deyapti, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha xabar post qilish deyapti, raises your pulse, pulsingizni oshiradi. Puls degani o'sha yurak urishi deyapti bu yerda. Pulsingizni oshiradi, makes you sweat, sizda o'sha terlatadi deyapti, and enlarges your pupils more than most selected. Pupil degani ko'zimizni qorachig'i, to'g'rimi? Qorachiq degani. Qorachig'ingizni deyapti, ko'pgina o'sha kunlik aktivitelardan ko'ra ko'proq kattatar ekan bu yerda. Alright. Endi mana bu yerda boshqa telefonlar deyapti, boshqa elektronik devicelardan kamroq stressimizga ta'sir bor. Menimcha bu not keyin bo'ladi bu yerda. Chunki bunaqa informatsiya yo'q, solishtirgan yo'q bu yerda. 38 o'qiymiz. The more we read about a stressful public event on social media, aytadiki, ijtimoiy tarmoqlarda qancha ko'p stressli qanaqadir publik qanaqadir event, o'sha hodisa haqida biz o'qisak deyapti, shuncha kam deyapti biz informatsiyani o'zimizga olishimiz mumkin edi bu yerda. But able we are to take the information, okay? Ko'raylik mana bu yerda. The fact that stress increases the likelihood that aytadiki deyapti,
that we will focus more on alarming messages together with the fact that it spreads extremely it spreads extremely rapid. Aytayaptiki deyapti. Xo'p, stress bizni o'sha qiziq bo'lgan, qanaqadir bizga o'sha diqqatimizni oshiradigan xabarlarga ko'proq fokus qilishimizni va qanchalik u tez tarqalish imkoniyatini oshirsa deyapti stress. Stress deyapti, oshirishi deyapti, can create collective fear that is not always justified. Har doim ham o'sha nimaga shunaqa bo'lganligini bilib bo'lmaydigan qanaqadir collective fear, ya'ni qo'shma qanaqadir fear, ya'ni qo'shma qo'rquvni oshirishi mumkin deyapti. After a stressful public event, aytyapti, stressga boy qanaqadir publishniy marosimdan so'ng deyapti, misol uchun aytaylik, tabiiy o'sha disaster, o'sha suv toshqini yoki bir nimalar yoki qanaqadir katta finansiy nimalarda kamashdan deyapti. There is often a wave degani volna degani, juda ham ko'p degani, alarming information in traditional and social media. Aytadiki, shunaqa hodisalardan keyin ijtimoiy tarmoqlarda ham va aholi orasida ham alarming degani, alarm degani o'zi o'sha xabardor qilish, qanaqadir nimasi bo'ladi. Hushyor tortish degan ham yerda. Hushyor informatsiyalar ko'payar ekan ham yerda. Which individuals become very aware of. Odamlar bundan juda ham aware bo'lar ekan ham yerda. The more we read about a stressful event, the less able we are to take the information. But that has the effect of exaggerating existing danger. Ammo deyapti, buni deyapti, o'sha allaqachon paydo bo'lgan xavf-xatarni yana ham exaggerate, yana ham bo'rttirib olish effekti ham bor deyapti. And so shunday qilib a reliable pattern emerges. Stress is triggered. Stress sodir bo'ladi deyapti bu yerda. Bitta odamdan boshqasiga o'tar ekan deyapti. Keyin deyapti which temporarily enhance va deyapti odamlarda stress oshgandan keyin negativ, ya'ni yomon manaqa o'sha report hodisalarni o'ziga olish ehtimolini oshirar ekan bu yerda. Va bu ularning stressni yana ham ularning stress darajasini kuchaytirib yuborar ekan bu yerda. Buning natijasida deyapti, hop, odamlar boradigan trip, ya'ni sayohatlar o'sha bekor отказ qilinadi. Hattoki disaster, hattoki o'sha yomon hodisa butun dunyo bo'ylab bo'lgan bo'lsa ham bu yerda. Stok, ya'ni men birjalar sotib olinadi bu yerda. Hattoki u sotmasdan aytaylik, uni ushlab qolish eng yaxshi narsa bo'lsa ham deyapman bu yerda. Right? Hop, the more we read about a stressful, qanchalik ko'p o'qisak deyapti, shunchalik kam informatsiya olamiz bu yerda. There is often a wave of alarming information which individuals become very aware of. Become very aware. Judayam bu narsa haqida biladi. So less able we are to take the information in. Informatsiyani olish ehtimolimiz kamayadi bu yerda. Qancha ko'p o'qisak, shuncha informatsiya olish ehtimolimiz kam. Yes, not given. Bu ham not given. Stress ijtimoiy tarmoqlar tomonidan yaratiladigan stress deyapti, bizda yana ham kerak bo'lmagan precautions, ya'ni o'sha xatti-harakatlar qilishimizga yetaklaydi. Bu endi yes bo'ladi bu yerda, shu ketyapti ham bu yerda. Hattoki dunyoni boshqa chekkasida bo'lgan bo'lsa ham u yomon hodisa, biz ham o'sha boradigan joyimiz cancel bo'lib ham bu yerda, right? Hop, 39 ga yes bo'ldi. Prosta 38 ga qarayman bu yerda. Qancha ko'p o'qisak, shuncha kam. Hop. Exaggerating is in danger. The more we read about a stressful public event, the more we read. Right? The more we read. Okay? See? Stress created by social media posts. 39 ga bilmadim, 39 taxmin qilib turaman hozircha. Our tendency to be affected by other people's moods. Boshqa odamlarni kayfiyatdan biz ham o'sha nimalar olishimiz deyapti. Pozitiv usullar ishlatilishi mumkin ekan bu yerda. The good news, however, is that positive emotions such as hope are contagious, ya'ni bizga ham o'tishi mumkin deyapti, and are powerful in inducing people to act to find solutions. Being of the close relationship between people's individual state and how it can help us frame our message more clearly and become yes. But we am yes for that, yes. Become conscientious agents of change. Yep, 40 ham yes bo'ldi. Pozitiv usulda. Hop, 38 ga nima qilsam bo'laman bu yerda?
Menda 38 bilan 35 qoldi. In both experience, negative information was processed better when the subjects. Ikkalasida ham. Cortisol. Qayerda cortisol? When we experience stressful events, the physical change is really the cause of fatigue and warning. So, when the subjects made them optimistic, responded to negative were and negative information was processed better when the subjects were feeling. Ne, menimcha D bo'lsa kerak bunga. Stressda bo'lsa chi ketyapti-ku mana bu yerda. Stress qiladigan eventlarda bo'lsak deyapti. Miyam shunaqa darajada mana bu yerda o'sib mana bu yoqqa o'ziga narsa qiladi deyapman bu yerda. Okay. Multiple choice bo'ldi, bu bo'ldi. Bitta mana shu 38 ni bilmayapman mana bu yerda. 38 ga o'ylayapman. Nima bo'lishi mumkin mana bu yerda, right? Nima bo'lishi mumkin? I don't know, to'g'risi. 38. Qancha deyapti? Ishmaton vaqtda publishlanadi hodisa haqida biz o'qisak deyapti. Shuncha kam biz less able we are. Biz o'sha informatsiyani o'zimizga shuncha kam ola olamiz deyapman bu yerda. Shuncha kam ola olamiz mana bu yerda. Xo'p, qanday bu yerda? Social media posting, according to one study, raises your pulse, makes you sweat, and enlarges people than more than. Raises your pulse, makes you sweat. Stress created by social media. Okay. The fact that stress increases likelihood that we will focus more on our messages, together with the fact that it can create collective fear that is not always justified. A purposeful change resolution is not being triggered by one post. Social media posting, according to one study, raises pulsingizni oshiradi mana bu yerda. Sizda sweat, ya'ni o'sha terlashingizni oshiradi va boshqa aktivitelardan ko'ra sizda o'sha holatlarni ko'paytiradi mana bu yerda. Stress created is more inferior about stress. So less able we are to take information in. Shunchalik kam olamiz mana bu yerda. Menimcha no bo'lsa kerak. Chunki nabrot biz ko'proq aware bo'lamiz bu narsa haqida. Aytyapman bu yerda. Mana there's often way more information. Mana very aware, juda ham bu narsa haqida biladi-da. Juda ham odamlar bunga tanish, juda ham bu narsani yaxshi taniydi bu narsani. Bu yerda kamroq deyapti. Menimcha no bo'lsa kerak. No guys, короче, shunaqa tugadi. Shu bilan mana tugatdik. Hamma savolga javob berib chiqdik. Video darsimiz ham 52 minut bo'libdi, right? O'sha tarjima qilish yoki boshqa bilan. Xo'p, endi-da javoblar tekshiramiz endi. Xo'p, CADC qilgan. Xo'p, BGFED. Yes, not given, then yes, not given, no, yes, yes. Давайте endi tekshiramiz javob kalitlarida. Xo'p, 1 kategoriya mana 1 2 3 qancha topgan ekan? Mana, xudoga shukr. Hammasi to'g'ri-da. Hammasi to'g'ri. 10 tadan 10 ta topman mana. Xudoga shukr, xudoga shukr. Wow. Birinchi marta 9 olishim lekin bu meni, bor. Ishonasan, birinchi marta 9 olishim, bor. Qani. Mana ko'ringlar, mana. Birinchi marta men 9 olishim. Xo'p. Oldin 8 yana olgan ekanman, 38 ta bo'lib. Bunda lekin birinchi marta 9 olishim ham bu yerda. Voy, qaylar. 39 ta. Bitta xato u ham qayerda? U ham passage 1 da u xato ham. U xato ham passage 1 da. Mid bilan vejishni bilmaganman men bu yerda. Readingdan 9 oldim men bu yerda. Wow. Короче, guys, ko'rdinglar, mana demak qanday ishlashimni. Ya'ni ishlagan paytimda miyamda shunaqa informatsiya bo'ladi menda. Shunaqa tarjima qilib olib, mana bittadan paragraf o'qib ketaman-da, oxirida o'sha nimasi bo'ladi. Har bitta paragraf o'qib bo'lgandan keyin men bu savollarga qarayman. Qaysi savolimga, qaysi savol turiga javob chiqdi, qaysi savolimga javob chiqmadi. Shunga qarab, keyin bemalol nimasi bo'ladi. Javobni belgilab, o'sha tarjima qilib miyamda ozgina mantiqiy o'ylab, keyin javob beraman. Xullas shunaqa gaplar.
Okay? Mayli bo'lmasam guys, hammaga rahmat. Bu darsdan nimadir o'rgangan bo'lsanglar men juda ham bag'oyat xursandman. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Keyingi darslarda, keyingi YouTube videolarimda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar va video yoqqan bo'lsa like bosib ketishim esdan chiqmasin. Okay? See you. Good luck.